Namozida mudragan kishini o'tirib olishga yoki uxlab olishga buyurish. Anas ibn Malik roziyallohu anhu aytdi: Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kirib, ikki ustun orasiga tortib qo'yilgan arqonni ko'rib, "Qanday arqon bu?" dedilar. "Bu Zaynabning arqoni, zaiflashib qolganida unga osilib namoz o'qiydi", deyishdi. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam: "Yo'q, uni yechib yuboringlar. Birovingizni kuch g'ayrati bo'lsagina namoz o'qisin. Zaiflashib qolganda esa o'tirib olsin", dedilar. Demak, charchab qolganda namoz mahali kelib qoladi. O'sha payti ham o'qib o'tirishga ruxsat borligi, joizligi haqida ekan bu hadis. Oysha roziyallohu anha rivoyat qilgan hadis. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Oysha onamizning oldiga kirganda uning huzurida bir ayol bor edi. "U zot, kim bu?" dedilar. Oysha: "Falonchi, juda ko'p namoz o'qishidan gapiryapti", dedi. U zot: "Bo'ldi, gapirma. O'zingizga kuch toqatingiz yetadigan narsani lozim tuting. Allohga qasamki, Alloh to sizlar malol olmaguningizcha malol olmaydi", dedilar. U zotga dindagi eng suyukli amal sohibi uni davomiy bajargan amal edi, dedilar. Demak, manaqangi barot kechasida, qadr kechasida 100 rakat palondaqa namoz o'qish kerak ekan, 200 rakat nima o'qish kerak ekan deyilgan kimlar, odamlar orasida shunaqa gaplar bor-ku. O'sha haqida ekan bu hadis. Unaqangi odamga malol keladigan narsa yo'q ekan dinimizda. Islom dini eng yengil din hisoblangan. Alloh taologa ham xush kelmas ekan charchab, malollanib, charchaydigan holatda ibodat qilish. Alloh buyurgancha ozgina davomiy doim o'qib yurish kerak ekan. Davomiysi yo'q ekan Allohga. Oysha roziyallohu anha rivoyat qilgan hadis. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Birovingizni namoz o'qiyotgan paytda mudroq olsa, to undan uyqu ketgunicha albatta uxlab olsin. Chunki birovingiz mudragan holda namoz o'qiganda bilmay qoladi. Ehtimol istig'for so'rayman deb o'ziga duoibat qilib qo'yar." O'ta hali uyqusiram namoz o'qish ham xosiyatli emas ekan demak. Ozgina ko'zini ilintirib olib, namozda turganini his qilib o'qisin, deyapti-da endi. Namozni boshlaganda inson Alloh bilan yuzlanib, Alloh bilan suhbatlashib turgandek, xuddi imtihondan o'tib turgan odamdek, yonida Alloh ko'rib turgandek namoz o'qilish kerak-da. O'shaning uchun mudrab, uyqusirab namoz o'qish kerak emas. Ehtimol chalkashtirib o'qib yuborishi mumkin. Istig'for o'rniga o'zini duoibat qilib qo'yishi ham mumkin demoqchi. Oyatlarni ham buzib o'qib qo'yishi mumkin demoqchi bu hadis sharifda. Shuning uchun svejiyali nima deydi, trezi holda o'qish kerak namozni. Shtobi Alloh bilan yuzlanib turganini his qilib o'qish kerak. Qur'onni takror qilib turishga buyruq. Oysha roziyallohu anha aytdi: Rasululloh sollallohu alayhi vasallam masjidda kechasi bir qorining Qur'on o'qiyotganini eshitib, "Unga Allohning rahim shafqati bo'lsin. Darhaqiqat u menga falon suradan unutib qoldirgan falon oyatimni eslatdi", dedilar. Qur'on o'qiy turgan odamni eshitib o'tirish rosa yaxshi, katta savobga erishadi. O'sha o'qiyotgan ham, eshitayotgan ham deydi-ku. Shu mashhur hadisda ham shu haqida kelgan ekan. Yoningizda kimdir Qur'on tilovat qilsa, qalbingizdan jo'shash, o'sha iymoningiz mustahkamlanadi qandaydir. Shuni aytyapti bu yerda. Shuning uchun ko'p shuna tilovat Qur'onlarni eshitib turish kerak. Ibn Umar roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadis. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: Qur'on sohibining misoli tushovlangan, bog'langan tuya sohibi kabidir. Agar uni o'sha tushovda mahkam tutsa, uni qo'ldan chiqarmaydi. Agar uni yechib yuborsa, ketib qoladi.
Yaxshi izoh ham kelgan ekan. Izoh: Qur'on yodlagan kishi ham agar uni doim tilovat qilib, takrorlab yursa, yodida turadi. Aks holda yodidan tez o'chib ketadi, ko'tarilib ketadi. Anu tushovlangan degan narsaga izoh keltirilibdi. Bog'lansa, doim shu bilan mashg'ul bo'lsa degandek ekan. Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadis. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilar: birovlari falon oyatni unutdim deyishi naqadar yomondir. U unutmaydi, balki unuttiriladi. Qur'onni tez takror qilib, yodingizga solib turinglar. Chunki u kishilarning qalblaridan tuyadan ham tezroq qochuvchidir. Qalb tuyani bog'lab qo'yib o'rgandan ham battar anaqa tez unuttirilar ekanda. O'shaning uchun Qur'on tilovatini bir oy uzog'i, xatmni bir oy uzaytirmasdan xatm qilgan yaxshi deyilganda. Qur'on tilovatini tinglash uchun sakinat farishtasining tushishi. Baro ibn Ozib aytadi: bir kishi namozda Kahf surasini o'qidi. Hovlida bir hayvon, ot bor edi. U hurka boshladi. Salom bergach, uni tuman yoki bulut o'rab olganini ko'rdi. Bas, bu holatni payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga aytib bergan edi. U zot: o'qiyvergin ey falonchi. U Qur'on tinglash uchun tushgan sakinat farishtasidir dedilar. O'shaning uchun Qur'on o'qilgan xonadonda farishta bo'ladi deyiladi. Qur'on hofizining fazilati. Abu Muso Ash'ari roziyallohu anhu aytdi: Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: Qur'on o'qiydigan mo'min shirin limonga o'xshaydi. Bo'yi ham shirin, ta'mi ham shirin. Qur'on o'qimaydigan mo'min xurmoga o'xshaydi. Hidi yo'q, lekin ta'mi shirin. Qur'on o'qiydigan munofiq rayhonga o'xshaydi. Hidi shirin, ta'mi achchiq. Qur'on o'qimaydigan munofiq hanzala, zaqqumga o'xshaydi. Hidi ham yo'q, ta'mi ham achchiq. Oysha roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadis. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilar: Qur'onni yoddan qiynalmay o'qiydigan kishi mukarram mirzolar, ya'ni farishtalar bilan birgadir. Uni qayta qiynalib o'qiydigan kishi uchun esa 2 ajr bordir. Tilovati uchun bir ajr, qiynalib o'qigani uchun yana bir ajr. Ana Qur'onni qiynalib bo'lsa ham o'qish kerak ekanda, mana qiynalib o'qigan odamga 2 ta ajr ekan. Anas ibn Malik roziyallohu anhu aytdi: Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Ubay ibn Kabga: albatta Alloh taolo menga sen uchun Lam yakunni Bayyina surasini o'qib berishimni buyurdi dedilar. Shunda Ubay: Alloh mening ismimni aytdimi deb so'radi. U zot: ha dedilar. Shunda Ubay yig'lab yubordi. Qur'on tinglash fazilati va tinglash uchun qoridan tilovat qilishni so'rash va qiroat paytida yig'lash.